Assalomu alaykum barchaga. Fermer Ahmadov kanali obunachilari. Bugun xudo xolasa 8-mart, hafta kuniga yakshanba. Xudo xolasa bugungi video syomkalarimizni ham boshladik. Xo'p, bugun yangiliklardan ko'p xudo xolasa. Birinchi aytib o'tadigan yangiligimiz, bugun bozorda yangi xo'roz olib chiqdik. Shu gigant olib chiqdik, lekin o'zimiz xo'rozlar uryapti buni. Qo'rqitishyapti. Qaranglar. Ertalabdan beri kuylab yuribdi xo'rozni. Xo'roz ama o'zi ham 2 tulay bo'lsa kerak, yosh katta. Bu qoravoy tulay makonlardan qo'rqyapti. Aytdi, kattaroq tulay makonlarimiz bu. Shulardan qo'rqyapti, ular bosolmayotgandi. Shunga katta xo'roz olib chiqdim, yosh kattaroq xo'rozni. Hop, 170 mingga oldim. Shu xo'rozni. Ko'rishingiz mumkin. Jussasi o'ta yirik. O'ta katta xo'roz. Shuni 170 ming so'mga oldim. Hop, endi utkalarimiz hali bir tuxumga kirishgan yo'q. O'sha hali ham. Lekin mana joylarni tayyorlashni boshlashgan. Chuqurchalar qilib qo'yib, patlar to'kishyapti. Xudosi kirib ketib qolsa kerak. Xo'rozlar oldin ora kunda ishlayotgan ko'rayotgandim, shu xo'rozimizni. Hozir bir kunda 2-3 marta makon bosayotganini ko'ryapman. Hop, bularni endi sekin qo'yib yorib, qolgan utkalarimizni navbatda bersak. Hop, endi bularni sekin chiqarib olamiz. Bahor kelib, kunlar isigan sari xo'rozlar yaxshi ishlashni boshlayapti. Xudo xolasa. Chiqishgisi ham kelmaydi bularni, qaranglar. Uni qaranglar. Ammo juda yirik xo'roz. Kamera bilmay yetkazib beralyaptimi yo'qmi, lekin juda ham yirik xo'roz. Hop. Bugun savollar juda ko'p kelgan. Xudo xolasa hammasiga birma-bir javob berib o'tamiz. Quyonlarimizda ham yangiliklar ko'p. Xudo xolasa ularni ham sekin aytib boraveramiz. Hop. Bu yerda bizni ko'rishingiz mumkin. Oq qushlarimiz bor, oppoq indutkalarimiz. Mana. Xo'roz buni ham ishlayapti. Makonlarda ham ko'rishingiz mumkin. Shuni beta ancha qizarib qolgan, tuxumga kelib qolgan degani bu. Bularni ham chekib boramiz endi. Tashqariga chiqib aylanib kelsin. Xo'p, birinchi bo'lib savolga javob bersak, bir akamiz yozgan ekan, bular ratsionni qanaqa, nima yem beryapsiz deb. Hop, hozir ko'rsatib o'taman. Hop, endi sekin ratsionni ko'rsatib o'tsam, bilmayman, men bular ratsionlarini bir 3-4 marta alishtirdim shekilli. Hozir oxiri shunda to'xtadim. 90% bug'doy, 10% makka bor. Shu ratsionda beryapmiz hozir. Kepek ham berib ko'rdim. Kepekka bug'doy aralashtirib ham berib ko'rdim. Yana qanaqa, o'zi kepekda o'zi shunaqa hamma narsa aralashgan sotishadi. 3-4 xil narsa. Undan ham berib ko'rdim. Hammasidan hisobda berib ko'rdim. Lekin baribir eng yaxshisi shu bug'doy bilan makka. Bundan yaxshirog'ini to'g'risi bilmadim. Hozircha shu bug'doy makka beryapmiz. Endi utkalarimiz ko'rishlari mumkin, holatlari ancha yaxshi. Tetik, makonlar beti qizarib qoldi. Ancha xudo xolasa tuxumga kelib borishdi. Hop, endi sekin quyonlarni ko'rsatsam. Hop, ko'rishingiz mumkin, hozir bu yerda joy tayyorlayapman. Sababi ertaga yangi katelar olib kelaman quyonlar uchun. Mana katelar eslarda o'sib u tomonda turardi. Bu tomonga olib o'tdik. Hop, endi sekin yangiliklar aytib o'tsam. Birinchi bo'lib aytadigan yangiligimiz, men aytdim, ona quyonimizni bolalarini sotib oldim. 9 ta bolasini kelishib qo'ydim degandim, eslarda o'sib o'tgan videoda. U akamiz olmaydigan bo'lib qoldi. Boshqa odamga sotib oldim. 300 ming so'mga sotdim. 320 ming so'mga. Shunda 35-36 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Hop, ona quyonimizni qo'shib qo'ydim deb aytdim, eslarda bo'lsa. Lekin bu qo'shilmagan ekan. Bugun 14-kun. Shunga qaytadan erkak quyonga qo'shib qo'ydim. O'zimiz Kaliforniya quyonimizga. Billa turishibdi. 1-2 kun yerda turib turadi. Nari katelarimiz kelgandan so'ng hammasini ajratamiz. Katta kishi qilib. Hop. Bu yerda Kaliforniya quyonimizni qo'yib qo'yganman. Bu ham qochgan. Xudo xolasa 50 ga 50 sababini qilganmiz.
Buni qo'shganimizga ro'parasi bir hafta bo'ldi. Xudo xolasa, keyingi haftaga ko'ramiz, tekshiramiz. Bolasi bo'lsa, xudo xolasa uni ham bir aytib o'tamiz. Xo'p. Endi 3-chi quyonimizni ko'rsatsam, bu xigol quyonimiz. Narigi ona quyonimiz, birinchi ko'rsatgan ona quyonim bilan shuni bir kunda qo'shuvdim. U qo'shilmagan, lekin bu qo'shilibdi. Bugun tekshirib ko'rdim, qonunda bolasi bor. Xudo xolasa bu 24-mart kuni bola berishi kerak. 30 kun hisoblayapman. Bu 100% bo'g'oz qochgan. Xo'p, keyingisi babishka quyonimiz. Buni ham Kaliforniya quyonimiz bilan bir kun oralig'ida qo'shilgan. Bu ham qochibdi shekilli. 50 bu ham bo'g'oz. Sababini qilganmiz, xudo xolasa. Keyingi haftalarga bu ham bilinib qoladi, bolasi bor yoki yo'qligi. Xo'p. Bugun bozordan shu quyonlarni olib chiqdik. Hop. Sherkallarni 130 ming so'mga oldim. Yonidagini 120 ming so'mga oldim. Bu quyonimizni erkakka qo'shib qo'yardim. Chiyla bo'g'oz chiqaryapti. Menimcha bu quyonimiz bo'g'oz bo'lishi kerak. Lekin bilinmayapti qonun ushlaganda bolasi bor yoki yo'qligi. Menimcha shu qo'shilganiga bir hafta 5 kunlar bo'lib qolgan shekilli. Endi 2-3 kun uzog'i aniq bo'ladi. Bu quyonimni olib kelib qo'shib qo'ydim erkak quyonga. Xudo xolasa buni sababini qildik. Yana 2 haftadan keyin bu ham qo'shilgan yoki qo'shilmagani aniq bo'ladi. Bu tomonda hamma narsani pulni olib chiqib tashladim. Ertaga betga katta kelib tushadi. Bir akam bor edi. O'zlari quyon boqaman deb katta yasaganlar. Lekin o'zi boqa olmabdi. Quyon boqishga vaqti bo'lmabdi. Shunga kattalar berib yuboraman deb turdi. Endi berib yuboraman, sotadi, обязательно keyinchalik pulni berishga. Xo'p, bu quyon buni kattaydi. Kecha yoki o'tgan kunima yasab qo'ydim. Yana quyon olib chiqsam, shunga qo'yaman deb. Nasib ekan, o'zi bu haqida kecha kech payt gaplashdim. Kecha kech payt kattaydi beradigan bo'ldi. Shunga bu paka turibdi. Buni boshqa joyga olib tashlayman. Xo'p, keyin yemini so'rashgan ekan, nima yem beryapsiz deb. Bozorda chiqsalaring shunaqa o'zi quyonni ko'rim bo'ladi. Kilosi 5 ming so'm. Shundan olib beryapman. Keyin bir opamizdan savol kelgan ekan, qancha yem yeydi deb. Xo'p, bu savolga javob, bitta quyon agar homilador bo'lmasa, kuniga o'rtacha hisobda 150 gram, 130 gram yemidan yeydi. Agar siz uni erkak quyonga qo'shsangiz, homilador bo'lsa yoki bola boqayotgan bo'lsa, bir kunda 200 gramdan sal oshiqroq yem yeydi. Bu degani 5 kunda 1 kilo yem yeydi. Oyiga 30 ming so'mlik yem yeydi. Xo'p, narigi quyonimizda hozir biz qancha foyda qilganimizni hisoblab beraman. Xo'p, shu bitta ona quyonimiz. Shu quyonimiz tug'di. Bolalarni 320 ming so'mga sotdim. Xo'p, oyiga 30 ming so'mlik yem yedi. 2 oy hisoblaymiz. Chunki bola tuqqanda 1 oy ketdi. Keyin bolalarni katta qilishiga ham 1 oy ketdi. 2 oyda 60 ming so'mlik yem yedi. 60 ming so'mlik yem yegan bo'lsa, hop 320 ming so'mga bolalarni sotdik. Bizga toza 260 ming so'm bitta quyonimiz pul tashadi, xudo xolasa. Endi erkak quyonni yeganini hisoblamayapman. Endi hisoblasak ham bo'ladi. Hisoblagan taqdiringizda ham 200 ming so'm pul qoladi. Lekin qancha urg'ochi quyonlaringiz ko'p bo'lsa, erkak quyonni hisoblamasangiz ham bo'laveradi. Chunki undan 5 ming, bundan 5 ming bo'lib, hisoblamasangiz ham bo'laveradi. Aytarli summa chiqmaydi. Lekin shu bitta ona quyonimiz xudo xolasa toza 250 ming so'm pul tashadi. Hop, endi bu quyonlarimiz sevitlari, zotlari, ranglari har xil bo'lib ketdi. Lekin mayli, may oyida xudo xolasa saralayman hammasini. Faqat xigol quyon va Kaliforniya quyonlaridan olib boqamiz. Bunaqalarni yo'qotib yuboramiz. Velikanmi, babishkami, mana sherkallar. Boshqa bozorda quyon chiqmabdi, iloji yo'qligidan shularni oldim. Endi monni o'zim tanlab oldim, lekin monni iloji yo'qligidan oldim. Chunki bozorda umuman boshqa quyon chiqmadi. O'zimga yoqolmaydi sherkalla quyonlar. Lekin buni ham ishqibozlari ko'p, yaxshi ko'radigan odamlar ko'p. Xudo xolasa bu yerda bork ishlari ketyapti hali ham. Bugun tozalab olsak, ertaga kattalarni olib kelib tushiramiz.
Ertaga ham bitta alohida video qilib chiqaraman. Nechta katek, qanaqa katek, hammasini ko'rasizlar. Keyin aytib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa, esingizda bo'lsa, men katekda yasadim. Lekin bu katek juda yaxshi emas ekan. Tay setka bo'lmasa, juda qiyin ekan baribir. Sababi nima? Sababi hamma yoqda axlatib qo'rar ekan. Buni agar bunday katek qilsangiz, ortiqcha ish bo'ladi. Har kuni tayini tozalash kerak ekan. Keyin bu pastiga bir jup quyonni qo'yib qo'ydim. Mana Kaliforniya quyonimizni ko'p anaqa qilgani, qochirgani. 2 kun turishdi, jupasini sastorishdi. Pasti taxta bo'lsa bo'lmas ekan, iloj boricha quyon katek qurayotganlaringda pastini setka qilib quringlar, tozalashga ham shunda osonroq bo'ladi, ham hid chiqmaydi. Gap bilan bo'lib, biz asosiy yangiligimiz qolib ketibdi-yu. Xudo xolasa sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan kecha YouTube'da 200 ta obunachiga ega bo'ldik. Hammaga rahmat. Meni qo'llab-quvvatlab turganlarga. Xudo xolasa sizlar uchun video qilishda davom etamiz. Bundan-da manfaatli, chiroyli videolar chiqarishda hali biz davom etamiz. Xo'p, kanalda yangilar obuna bo'lib, videoga bitta like bosishni unutmaysizlar. Xudo xolasa keyingi videoda ko'rishguncha hammaga rahmat.